Qiltiriq amaki final. U juda kuchli, yordam bering. Va birdan signal uzildi. Chunki uning oldiga ana u Qiltiriq amaki yetib kelgan edi. Uning tanasi g'ayritabiiy tarzda burilib, og'zidan kirib, tos suyaklari orqali chiqib ketdi. U ortida yana bir jasadni qoldirdi. Bu mana bu filmga o'xshash belgilar. So'nggi jimjilikda butun kvartira dahshatli manzaraga aylandi. Har bir agent grotesk shakliga aylantirildi. Bu odamning o'ta xavfli imkoniyatlarining guvohlari bo'ldi. Chiziqli ko'ylak, o'sha qiltiriq xuddi paydo bo'lgandek tez yo'qoldi. U xira yoritilgan 5 sekundlik kengashning favqulodda boshqaruv markazxonasida paydo bo'ldi. Xavotirda og'ir va qayg'uli taranglik sezilib turardi. Kengash a'zolari stol atrofida o'tirishgan ekan, yuzlarida chuqur charchoq. Biz ruh bilan shaxmat o'ynayapmiz, dedi kengash rahbari. Og'ir sukunatni buzib, endi biz chiziqli do'stimizni past baholashni bas qilishimiz kerak-ku, deya qat'iy gapirdi boshqa bir kengash a'zosi. U tomog'ini tozalab davom etdi. Shu vaqtdan boshlab u SQP deb belgilandi. SQP 4885. Bu nom bizning muvaffaqiyatsizligimizning qat'iy niyatimizni eslatib turadi. Bu so'zlarga javoban kengash a'zolari bosh silkib rozi bo'lishdi. Chiziqli odamga SQP 4885 deb nom berilishi muhim va og'ir qaror edi. Bu uning g'ayritabiiy tahdid ekanini rasmiy ravishda tan olish edi. Va uni har qanday holatda nazorat ostiga olish bo'lgan qat'iy majburiyat edi. Sizga SQP 4885 ning o'ziga xos noaniqligi, mos keladigan nazorat strategiyasini kerak, dedi yana bir a'zo. Shunday usulki, u ham xuddi u kabi sirli o'zgaruvchan bo'lsin. Bu gap kengashda kuchli taktik fikrlash to'lqinini uyg'otdi. Natijada Prodessura Inventarium bu moslovchanlik bo'yicha haqiqiy ustalik namunasi. Bu strategiya juda murakkab bo'lib, umidsizlikdan tug'ilgan edi. Bu reja o'zining o'zgaruvchanligi foydalangan holda xaosni o'zini qurol sifatida ishlatadi, dedi bosh direktor. U monitorlarda aks etgan murakkab diagrammalarni ko'rsatdi. 36 ta klass 17 darajasidagi nazorat kamerasi. Har bir umumiy harakatlanuvchi labirintning bir bo'lagi. Ular taqdir bilan emas, balki kriptografik xavfsiz raqamli algoritmlar orqali tasodifiy tarzda bog'langan edi. Strategiya ochiq bayon qilindi. D-klass toifasidagi bir subyekt ruhiy barqarorlik tufayli tanlab olindi. U o'zini qurbonlikka atalganday bilmasdan yem sifatida foydalanildi. U ushbu kameralar orasida avtonom transport vositasi orqali tasodifiy tarzda harakatlantirildi. Har bir kamera bitta raqamli monitor bilan jihozlangan edi. Uning ekrani faqatgina SQP 4885 ning real vaqtdagi koordinatalarini ko'rsatishga mo'ljallangan. Bu ma'lumotlar faqat eng yuqori darajadagi ruxsatga ega odamlargina ko'rinardi. Uni doimiy chalkashtirib, faqat soya ortidan quvishga majbur qiling, dedi bosh strateg. Uning ovozida qat'iyat bilan birga achchiq hazil ham eshitilardi. Bu ularning o'ziga xos stressdan chiqishi usuli edi. U butun xona bo'ylab nazar tashladi. Go'yoki kimdir bu rejaga qarshi chiqishga jur'at etadimi deb kutilayotgandek. Hodisa joyiga aynan bunday tartibsizliklarga tayyorlangan maxsus agentlar yuborildi. Ularning asablari po'latdek mustahkam va ular g'ayritabiiy hodisalarga hech qanday sabr-toqat qilmas edi. Himoyalangan markazda ular nazorat kameralarini tayyorlashdi. Har bir agent aniq harakat qilardi. Bu umidsiz rejadagi har bir harakat sinchkovlik bilan bajarilardi. Har bir muhrni, har bir elektr zanjirini tekshiring, deb baqirdi jamoa rahbari. Ular o'z-o'zini boshqaruvchi transport vositasi va unga ulangan kameralarni tekshirib chiqayotgan paytda D-klass subyekt kuzatuv qurilmasi bilan jihozlandi va qattiq nazorat ostida yo'riqnoma berildi. Uning kameralar ichida tasodifiy harakatlanishi SQP 4885 ni tuzoqqa aylantirish uchun muhim edi. Ammo bu harakatlar hech qanday aniq takrorlanuvchi mashqqa aylanishi kerak emas edi. Keyin esa D-klass subyekti transport vositasiga joylashtirildi. Avtonom transport vositasi ishga tushdi.
Uning yo'nalishi tasodifiy tarzda raqamlar generatorining ko'rinmas qo'li bilan belgilandi. Kameralar birin-ketin yoritila boshladi. Bu Musical Chairs o'yinining xavfli shakli edi. U hech kim bu o'yinda yutqazishni xohlamasdi. Uning hayotini kuzating. Umid qilamizki, bizning arvohimizga bu spektakl yoqadi, dedi boshqa bir agent. Ekranda birinchi joylashuv ma'lumotlari paydo bo'lar ekan, bu qonog'idagi raqamli mayoq edi. SCP-4885 joylashuvi faqat 5 darajali xodimlar va to'g'ridan-to'g'ri nazorat ishlarida ishtirok etayotganlar uchungina ko'rinardi xolos. Vaqt juda cho'zilib ketdi. Kuchli tension oshib bordi. Agentlar ekranlardan ko'zlarini olib, D-klass subyekti kameradan kameraga ko'chirilayotgan uni kuzatishardi. Ular uni o'zlarining murakkab tuzoqlariga qo'yilgan piyodaga aylantirishdi. Keyin ekranda bir narsa titradi. Soya ichida yana bir soya. SCP-4885 ni basni egalladi. Nazorat kameralarining har biri shaxmat doskasidagi bo'laklar kabi endi kafolatlangan noaniqlikning aylanmasi sifatida xizmat qilmoqda. Har bir transport tushunarsizlikni yana bir qatlam bilan orttirar edi. Bu esa mavjudotning qiyinchiliklarini yanada oshirardi. Ko'rinishicha, bizning arvohimiz aylandi, deb mulohaza qilgan edi agent. Labida yengil tabassum bilan mavjudotning zaiflashgan harakatlarini kuzatib, oxirgi kamera o'z o'rniga joylashdi. Raqamli qasr endi ular umid qilgandan qamoqqa olingan arvohni saqlab turardi. Boshqaruv markazida kengash o'zlarining rejalari yakunlanishini kuzatayotgan edi. Ekranda nazorat yakunlanishini va yana joylashuv ma'lumotlari doimiy mayoq kabi yoritilardi. "Ushlab turildimi?" deb so'radi kengash a'zosi. Go'yoki tovushni buzishdan qo'rqayotgandek. Nazariy jihatdan deb javob berdi kengash raisi. Uning ovozi quruq edi. SCP-4885 ning fondining o'ziga xos va qochqin versiyasi Well yoki Where's. Baldo agar Well devorlardan o'tayotgan va unga duch kelgan har qanday odamni o'ldiradigan bo'lsa, deb kulib aytdi kengash raisi. Hazilni bir chetga qo'yadigan bo'lsak, SCP-4885 haqiqatdan ham Valle bolalar kitoblarida mashhur jumboqdagi qahramonga o'xshaydi. Uning belgili qizil va oq chiziqli futbolkasi va beyni bilan, biroq uning Benavalak tengdoshi bo'lgan Valledan farqli o'laroq SCP-4885 terisi o'lik va ko'zlari yo'q. Bu esa uning noqulay ko'rinishini oshiradi. Xulosa, agar siz shunga o'xshagan mavjudotlarni ko'rsangiz, nima qilishni o'zingiz yaxshi bilasiz. Bilaman do'stlarim, oxiri qandaydir ma'nosiz g'alati ishlangan, lekin biz hech qachon to'xtamaymiz. Obuna bo'lib, like bosish esingizdan chiqmasin. Bundan keyingi super SCP-larda ko'rishguncha, qaytgancha obuna bo'lib, like bosib qo'ysangiz yoki umuman qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysangiz, bundan keyingi SCP-larni superlarni o'tkazib yubormaysiz. Qani, o'xshamas.